Imom al-Buxoriy hazratlarining maqbaralariga keldik. Mana bu yerdan chiqish ekan. Bu tomondan kirish. Bu tomondan kiriladi. Bu parasi unaqa ziyoratchilar uchun juda qulayliklar yaratilgan. Ovqatlanib, bemalol taomlanib olishadi. Ajib texnologiyalar ham bor bu yerda, qarang. Muhammad Ismoil al-Buxoriy hazratlari 810-yilda Buxoroda tavallud topganlar. Otalari, bobolari katta olim insonlar bo'lgan. Otalarini bobosi islomni ilk bor qabul qilgan. Bu kishi Buxoroda shu Abbosiylar xalifaligi davrida Buxor xudotlar hukmronlik qilgan. Ya'ni Buxor xudotlar bilamizki, Buxor xudotlardan keyin Tohariylar davriga kelib 806-yil noiblik Tohariylarga o'tgandan keyin 810-yilda Imom al-Buxoriy hazratlari dunyoga keladilar. Davom etamiz.